Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi xonadonimiz kelganmiz. Obyektimiz periodga bo'lgan. Internet orqali kuzatuvchi klientimiz zakaz qilganlar. Xonadonimizga premium klassdagi Engelberg termoprofildan eshik romlarini qo'yib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu tomonni yangilab berganmiz. Endi ikkinchi tomonga razmerlarini olyapmiz. Xo'p, romlar plastik profildan, eshiklar termoprofildan bo'lgan. Termo 65 rangi metprashant tranzit, oynalar energiya tejovchi oyna. Razmerlarimiz aytib o'taman, 1.30 ga 2.4 balandlikda teng 2 ga bo'linib, ikki tomoni ochilishi bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqdi. Eshiklarimiz razmerlari 1.24 ga 2.85 balandlikda TVSga premichga berganmiz. Eshigimiz 1.5 tabaqali, asosiy qanoti katta bo'lgan. 1.8 lik shotlankasi bor. 3ta bir xil romimiz tushgan. Romlarimiz o'sha 1.30 ga 2.4 lik, teng 2 ga bo'lib, ikki tomoni ham ochilish bo'lgan. Podokonnliklar bilan birgalikda bo'lgan. Mana eshiklarimiz 1.8 lik shotlankasi bor. Energiya tejovchi oyna ozgina tovlanadi. Juda ham chiroyli chiqdi. Xonamiz ichkari tomondan ko'rinish juda ham yorug', juda ham chiroyli chiqqan. 1.8 shatlankasi, 1.5 tabaqali plus holatda kichkinasiga o'sha minisni o'zini tortib qo'yganmiz. Ranglari metprashant tranzit juda ham chiroyli chiqqan. Termo eshigimiz 3 kamera bo'ladi, o'rtasida poliamid qoplama, issiq sovuq o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. Sifatli ruchka mexanizmlar qo'yilgan. Ochiq yopish juda ham zo'r. Romimizga kichkina bo'lishiga qaramasdan mana qanday podokonnliklar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. 7 mm Engelberg profilimiz. Mana qanday o'zini maxsus plankalar bilan birgalikda qotiramiz. Bunday holatda teng 2 ga bo'lib, ikki tomoni ham ochilish bo'lgan. O'ng tomonda oyna открывание ochilish, chap tomon обычный holatda ochiladi. 7 mm Engelberg profilimiz, ichki ko'rinishi, birinchi, ikkinchi rezinalar, top rezina, hisobga juda ham zo'r. Mana forchka bo'lib ochiladi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'p, eshiklarimizni kvadrati hozirgi kunda $220 dan $280 gacha chiqadi. Romlarimiz 7 mm Engelberg romlarimiz $160 dan $190 gacha chiqadi.